Farzandingiz xususiy universitetlarning biriga o'qishga kirdi. Siz esa hali hamon ikkilanyapsizmi? Unda bu videoni oxirigacha ko'ring. Davlat oliy ta'lim muassasalari bu uzoq yillik tajriba, malakali professor o'qituvchilar hamda talabaga nisbatan biroz qattiqqo'lroq munosabatdir. Xususiy universitetlar esa davlat universitetlari bilan tengma-teng raqobatlashmoqda va o'zlariga eng yaxshi kadrlarni jalb qilmoqda. Keng texnologik imkoniyatlar, zamonaviy yondashuv hamda yaxshi sharoitlarni taklif etmoqda. Shunday ekan, farzandingizni xarakter xususiyatidan kelib chiqib tanlashingiz to'g'ri bo'ladi. Kimdir qattiqqo'lroq muhitda yaxshi o'ssa, yana kimdir erkinroq muhitda o'zini yaxshiroq namoyon etadi. Lekin eng muhimi farzandingizni qiziqishi hamda iqtidoridan kelib chiqib to'g'ri yo'nalish tanlashingizdadir. Agar sizga foydali bo'lgan bo'lsa, izohlarda o'z fikr-mulohazalaringizni qoldirishingiz mumkin.